Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1930 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlar shu oydan boshlab yangi tekshiruvlarga duch kelishi mumkin. Bu gap faqat bitta ikkita odamga emas. Pensiya olayotgan har bir oilaga, ota-onasining pensiyasiga yordam berayotgan farzandlarga, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki yoshga doir pensiya oluvchilarga bevosita tegishli. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz, bu bobongiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bitta hujjatdagi xato, bitta o'z vaqtida berilmagan ma'lumot yoki bank kartadagi muammo pensiya to'lovining vaqtincha to'xtab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikni keraksiz yugurgurdan saqlab qoladi. Men avvalo vaziyatni oddiy tilda tushuntiraman. Avvallari ko'p hollarda pensioner pensiyasini tayinlatgandan keyin yillar davomida faqat har oy pulini olib yurardi. Ya'ni odam yashash joyini o'zgartirsa ham, bank kartasi yangilansa ham, ayrim hujjatlarda eski familiya yoki eski manzil qolib ketsa ham, tizim buni darhol sezmasligi mumkin edi. Ba'zi hollarda tekshiruv faqat murojaat bo'lganda, pensiya qayta hisoblanganda yoki shubhali holat aniqlanganda amalga oshirilardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Pensiya jamg'armasi, fuqarolik holati dalolatnomalari organlari, banklar, soliq tizimi, bandlik organlari, tibbiy mehnat ekspertizasi bilan bog'liq ma'lumotlar elektron shaklda solishtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu degani, pensionerning shaxsiy ma'lumotlari, tirikligi, yashash joyi, pasport yoki ID karta holati, bank hisob raqami, nogironlik muddati, ishlayotgan ishlamayotgani, boshqa turdagi to'lovlar olayotgani kabi ma'lumotlar qayta tekshirilishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Tekshiruv degani darhol pensiya kesiladi degani emas. Tekshiruvning maqsadi birinchidan haqiqatan ham pensiya olish huquqi bor odamga pul o'z vaqtida yetib borishini ta'minlash. Ikkinchidan noto'g'ri tayinlangan eski ma'lumot asosida davom etayotgan yoki hujjatlari to'liq bo'lmagan to'lovlarni aniqlash. Uchinchidan firibgarlik, boshqa odam nomidan pul olish, vafot etgan shaxs nomidan to'lov davom etish kabi holatlarning oldini olish. Ammo amalda oddiy pensioner ham ba'zan shu tekshiruv sabab idoraga borib, hujjatini yangilashi kerak bo'lib qoladi. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. 1930 yildan 1965 yilgacha tug'ilganlar orasida bugungi kunda juda katta guruh bor. Masalan, 1930 yilda tug'ilgan odam hozir 90 yoshdan oshgan bo'ladi. Bunday yoshdagi insonlar ko'pincha o'zlari idoraga bora olmaydi. Bank kartasini farzandi yoki yonchli vakili orqali ishlatadi. Hujjatlari eski namunada bo'lishi mumkin. 1920 yillarda tug'ilganlar ham ko'pincha pensiya olmoqda. 1960 yillarda tug'ilganlar orasida esa yoshga doir pensiyaga chiqqanlar, imtiyozli pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi yoki boshqa ijtimoiy to'lov oluvchilar bo'lishi mumkin. Birinchi e'tibor beriladigan holat bu shaxsni tasdiqlovchi hujjat masalasi. Agar pensionerning pasport muddati o'tgan bo'lsa, ID karta olinmagan bo'lsa, familiya yoki ism yozishida farq bo'lsa, tizimda muammo chiqishi mumkin. Masalan, bir hujjatda Muhammad Ali deb yozilgan, boshqa hujjatda Muhammad Ali yoki Mamad Ali deb ketgan bo'lsa, elektron tizim buni boshqa odam deb ko'rishi mumkin. Oddiy inson uchun bu mayda xatodek tuyuladi, lekin pensiya hisobida bu muhim, chunki to'lov aniq shaxsga biriktiriladi. Ikkinchi muhim holat bu yashash joyi. Ko'p pensionerlar aslida bir tumanda ro'yxatda turadi, lekin farzandinikida boshqa tumanda yashaydi. Masalan, otaxon Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin Toshkentda qizi bilan yashayapti. Pensiya kartaga tushgani uchun yillar davomida hech kim buni sezmagandek bo'ladi. Ammo tekshiruvda doimiy yashash manzili, vaqtincha yashash joyi, mahalla ma'lumotlari solishtirilganda savol paydo bo'lishi mumkin. Bu holatda pensiya avtomatik kesiladi demayman, lekin idora pensionerdan ma'lumotni aniqlashtirishni so'rashi mumkin. Uchinchi holat bank kartasi va hisob raqami. Hozir ko'pchilik pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, hisob raqami yopilgan bo'lsa yoki pensioner bankka borib ma'lumotlarni yangilamagan bo'lsa, to'lov qaytib ketishi mumkin. Masalan, pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Karta muddati tugagan
Lekin farzandlar buni bilmaydi. Tizim pulni o'tkazadi, bank esa hisob faol emasligi sabab mablag'ni qabul qilmaydi. Natijada pensioner pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya tayinlanishida emas, bank rekvizitida bo'ladi. 4-holat nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilarga tegishli. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, ya'ni doimiy emas, ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, tibbiy ko'rikdan o'tish vaqti juda muhim. Ayrimlar oldin ham olardim, yana tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin muddat tugagan bo'lsa, tizim to'lovni davom ettirish uchun yangi xulosani talab qilishi mumkin. Masalan, 1932 yilda tug'ilgan fuqaro 2-guruh nogironlik bo'yicha to'lov bo'ladi. Nogironlik muddati 1 iyunda tugagan. Lekin u qayta ko'rikka 20 iyunda boradi. Ana shu oralikda to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Keyin hujjat to'g'rilansa, ayrim holatlarda qayta hisob-kitob qilinadi, lekin odam baribir asabiylashadi, vaqt yo'qotadi. 5-holat ishlayotgan pensionerlar bilan bog'liq. Ayrim pensionerlar yoshga doir pensiya olsa ham, bozorda, korxonada, maktabda, bog'chada, fermer xo'jaligida yoki boshqa joyda ishlab yuradi. Ishlashning o'zi noqonuniy emas. Lekin ayrim turdagi qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar aynan ishlamaslik sharti bilan berilgan bo'lishi mumkin. Agar odam ishlayotganini yashirsa yoki mehnat shartnomasi rasmiylashtirilgan bo'lsa-yu, pensiya organiga tegishli ma'lumot avtomatik tushsa, qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Shuning uchun men ishlasam pensiyasi butunlay kesiladimi degan savolga men doim shunday javob beraman. Hamma holat bir xil emas. Pensiya turi va qo'shimcha to'lov shartlariga qarash kerak. 6-holat chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Ba'zi odamlar pensiya olib bir necha oy yoki yillar davomida farzandlari yonida boshqa davlatda yashaydi. Bu yerda ham tartibni bilish kerak. Davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, doimiy yashashga ketish, vaqtincha borish, bank kartadan foydalanish, ishonchnoma orqali pul olish kabi masalalar muhim. Masalan, ona Rossiyadagi o'g'lining uyida 6 oy yashab keldi. Bu oddiy safar bo'lishi mumkin. Ammo u doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chib ketgan bo'lsa, pensiya to'lov tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Tekshiruvda chegara kesib o'tish, ro'yxatdan chiqish yoki ishonchnoma masalalari o'rganilishi ehtimoli bor. 7-holat vafot etgan pensioner nomidan pul olish bilan bog'liq. Bu juda nozik va og'ir mavzu. Ba'zan oila a'zolari pensioner vafot etgandan keyin ham kartadagi pulni ishlatib yuboradi. Ayrimlar buni bilmasdan qiladi. Oylik tushibdi, demak bizniki deb o'ylaydi. Lekin vafot sanasidan keyingi ortiqcha to'lovlar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner 10 may kuni vafot etgan, lekin iyun oyida ham karta orqali pul yechilgan. Tekshiruvda bu aniqlansa, oila a'zolaridan ortiqcha olingan summa qaytarilishi so'raladi. Shuning uchun bunday holatda darhol tegishli idoraga xabar berish kerak. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning pasporti yoki ID kartasi joyida bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, yashash manzili va hujjatlari mos bo'lsa, pensiya turi bo'yicha hech qanday shubhali holat bo'lmasa. Odatda tekshiruv oddiy ma'lumot solishtirishdan iborat bo'ladi. Ya'ni sizni chaqirmasligi ham mumkin. Ko'p tekshiruvlar ichki elektron tizimda o'tadi. Muammo faqat ma'lumotlarda farq chiqqanda yoki hujjat yetishmaganda yuzaga keladi. Aniq misol keltiraman. 1955 yilda tug'ilgan ayol har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. U mahallasida ro'yxatda ID kartasi yangilangan. Bank kartasi faol. Hech qanday qo'shimcha shubhali holat yo'q. Bunday odam tekshiruvdan qo'rqmasligi kerak. Ikkinchi misol, 1942 yilda tug'ilgan otaxonning eski pasportidagi tug'ilgan sanasi 15 mart. Pensiya hujjatida esa 16 mart bo'lib qolgan. Bu bir kunlik farq ham tizimda savol tug'dirishi mumkin. U holda farzandlari bilan birga tegishli idoraga borib, hujjatlarni solishtirib, xatoni tuzatish kerak. Yana bir misol. 1964 yilda tug'ilgan, fuqaro imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqqan, lekin hozir yana rasmiy ishga kirgan. U o'z pensiyasi davom etadimi? Qayta hisoblanadimi? Ustama saqlanadimi? Buni aniqlash kerak. Chunki har bir to'lovning huquqiy asosi bor. Men bunday holatda eshitdim. Falonchi ham ishlayapti, unga hech narsa bo'lmadi degan gapga ishonmaslikni maslahat beraman. Sizning hujjatingiz, ish stajingiz, pensiya turi va qo'shimcha to'lovingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Endi istisnolar, yashirin xavflar va
ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik masala ishonchnoma. Ko'p keksa insonlar pensiyasini o'zi ololmagani uchun farzandiga, nabirasiga yoki qo'shnisiga ishonchnoma beradi. Ishonchnoma qonuniy bo'lsa, muddati o'tmagan bo'lsa, muammo yo'q. Ammo ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki pensionerning holati o'zgargan bo'lsa, bank yoki idora pul berishni rad etishi mumkin. Shuning uchun ishonchnomaning sanasini, muddatini, notarius tasdig'ini albatta tekshiring. Ikkinchi nozik masala bir odamning bir nechta to'lov bo'lishi. Masalan, yoshga doir pensiya, qo'shimcha kompensatsiya, kommunal to'lov uchun imtiyoz, parvarish puli, nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha nafaqa bo'lishi mumkin. Ba'zi to'lovlar birga beriladi. Ba'zilari esa bir-birini istisno qiladi. Agar tizimda ikki xil to'lov bir vaqtda noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, keyin ortiqcha summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Odam esa men pulni o'zim so'rab olmaganman, kartaga tushgan deydi. Lekin qonunchilikda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish tartibi bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir tushayotgan pulning nima ekanini bilish kerak. Uchinchi nozik masala familiya o'zgarishi. Ayollar turmush qurganda yoki hujjat yangilanganda familiya o'zgarishi mumkin. Ba'zan pensiya eski familiyada, bank karta yangi familiyada, tibbiy hujjat esa 3-ko'rinishda bo'ladi. Ayniqsa 1935 yillarda tug'ilganlar orasida eski kiril yozuvidagi hujjatlar, arxiv ma'lumotlari va hozirgi lotin yozuvidagi ma'lumotlar orasida farqlar ko'p uchraydi. Men bunday holatda barcha hujjatlarni bir joyga yig'ib, ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport raqami va JSHR bir xil ko'rsatilganini tekshirishni maslahat beraman. 4-nozik masala staj va arxiv hujjatlari. Ayrim pensionerlar pensiyasi eski ish staji asosida hisoblangan. Agar keyin qo'shimcha staj topilsa, pensiyani oshirish uchun murojaat qilishi mumkin. Lekin aksincha avval kiritilgan staj bo'yicha hujjatlarda shubha paydo bo'lsa, idora aniqlashtirish so'rashi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida korxona nomi bor, lekin arxivda shu davr bo'yicha ma'lumot topilmaydi. Bu holatda pensioner aybdor degani emas. Sobiq korxona yopilgan, arxiv noto'g'ri topshirilgan yoki hujjat yo'qolgan bo'lishi mumkin. Ammo masalani hal qilish uchun arxiv ma'lumotnomasi, sud qarori yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik masala parvarish puli va qarovchi shaxs. Juda keksa yoki nogiron pensionerga qarovchi shaxs rasmiy ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Agar qarovchi ishga kirsa, chet elga chiqib ketsa yoki boshqa joyga ko'chsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, nabira buvisiga qarovchi sifatida rasmiylashtirilgan, lekin keyin rasmiy ishga kirgan. U bu ma'lumotni yangilamasa tekshiruvda mos kelmaslik chiqadi. Natijada to'lov qayta ko'rib chiqiladi. 6-nozik masala bank kartasini boshqa odam ishlatishi. Amalda ko'p oilalarda pensioner kartasini farzandiga berib qo'yadi. Farzandi bozorlik qiladi, dori oladi, kommunal to'lovni to'laydi. Agar hammasi pensionerning roziligi bilan bo'lsa va oilada muammo bo'lmasa, kundalik hayotda bu ko'p uchraydi. Lekin huquqiy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Agar pensioner keyin men pulimni olmaganman desa yoki merosxo'rlar o'rtasida nizo chiqsa, karta orqali kim pul yechgani savol bo'ladi. Shu sabab keksalarning pulini ishlatganda shaffof bo'lish, xarajatlarni yozib borish. Katta summalarni ularning roziligisiz yechmaslik kerak. 7-nozik masala telefon raqami. Hozir bank va davlat xizmatlarida SMS tasdiqlash juda muhim. Pensioner nomidagi telefon raqami yo'qolgan, boshqa odamga o'tib ketgan yoki faol bo'lmasa, ko'p xizmatlardan foydalanish qiyinlashadi. Masalan, bank ilovasiga kirish, karta blokini yechish, davlat xizmatida ariza yuborish uchun SMS kerak bo'ladi. Shuning uchun pensioner nomidagi asosiy telefon raqamini tartibga keltiring. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensionerning hujjatlarini bitta papkaga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, nogironlik bo'yicha xulosa, ishonchnoma, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari. Qarovchi bo'yicha hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida saqlang. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, muammo chiqqanda odam vahimaga tushadi. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlarni solishtiring. Men har doim oddiy jadval qilib tekshirishni maslahat beraman. Pasportdagi ism, familiya qanday? Bankdagi ma'lumot qanday? Pensiya hujjatdagi ma'lumot qanday? Tibbiy hujjatdagi ma'lumot qanday? Tug'ilgan sana bir xilmi?
otasining ismi bir xilmi? Jessa she'r to'g'rimi? Agar farq ko'rsangiz, mayli keyin demang. Shu o'yning o'zida aniqlashtiring. 3-qadam bankka murojaat qiling. Kartaning muddati qachon tugaydi? Hisob faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Pensionerning telefon raqami to'g'rimi? Shularni tekshiring. Agar pensioner o'zi bora olmasa, bankdan ishonchnoma tartibini so'rang. Lekin hech qachon notanish odamga karta, PIN kod yoki SMS kodni bermang. Pensiya tekshiruv bahonasida qo'ng'iroq qilib kod so'raydigan firibgarlar ham bo'lishi mumkin. Hech bir rasmiy xodim sizdan telefon orqali SMS kod so'ramasligi kerak. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishga tayyor bo'ling. Agar sizga xabar kelsa, qo'ng'iroq bo'lsa yoki pensiya kechiksa, darhol sababini aniqlang. Borayotganda pasport yoki ID karta, bank rekvizitlari, pensiya bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lsa ariza olib boring. Arizada masalani aniq yozing. Pensiya to'lovining kechikish sababini aniqlab berishingizni so'rayman. Shaxsiy ma'lumotlarimni to'g'rilab berishingizni so'rayman. Bank hisob raqamimni yangilab berishingizni so'rayman kabi. Ariza berganingizda kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi olishni unutmang. 5-qadam. Agar pensioner juda keksa bo'lsa, farzandlari mas'uliyatni bo'lib olsin. Bir odam hujjatlarni saqlasin, bir odam bank masalasi tekshirsin, yana bir shifokor yoki nogironlik hujjatlarini nazorat qilsin. Chunki 9 yoshli buvi yoki bobodan o'zingiz boring, o'zingiz aniqlang deb talab qilish adolatli emas. Keksalarga yordam berish faqat mehr emas, amaliy zarurat hamdir. 6-qadam. Pensiya miqdorini har oy tekshirib boring. Masalan, odatda 1.800.000 so'm tushardi. Bu oy 1.200.000 so'm tushdi. Bunday holatda darhol sababini so'rang. Balki qarzdorlik ushlangan, balki ortiqcha to'lov qaytarilmoqda, balki bank komissiyasi yoki boshqa texnik holat bor. Sababini bilmasdan turib, odamlar orasidagi mish-mishlarga ishonmang. Har bir ushlab qolish yoki kamayishning hujjatli asosi bo'lishi kerak. 7-qadam. Vafot, ko'chish, chet elga ketish, familiya o'zgarishi, nogironlik muddati tugashi, ishga kirish kabi holatlarda idoraga xabar berish madaniyatini shakllantiring. Ko'pchilik muammo aynan aytmasak ham bo'laveradi degan fikrdan boshlanadi. Keyin tizim o'zi aniqlaydi, lekin bu paytda ortiqcha to'lov, qarzdorlik yoki vaqtincha to'xtatish kelib chiqadi. 8-qadam. Barcha javoblarni yozma oling. Agar sizga og'zaki muammo yo'q deyishsa, lekin pensiya tushmasa, keyin isbotlash qiyin. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi yoki bankka murojaat qilganda imkon qadar ariza, ma'lumotnoma, SMS xabarnoma, qabul raqami, operator javobini saqlang. Bu keyingi bosqichda sizni himoya qiladi. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Yangi tekshiruv boshlandi. Pensiyangiz kesilmasligi uchun menga pul o'tkazing. Men idoradanman, kartangizni tekshiraman. SMS kodni ayting. Pensiyangizni faollashtiramiz degan gaplar xavfli. Rasmiy masala faqat rasmiy idora, bank filiali, davlat xizmatlari markazi yoki tasdiqlangan elektron xizmatlar orqali hal qilinadi. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xato shu. Odamlar qo'rqib qoladi va notanish odamga karta ma'lumotini beradi. Buni hech qachon qilmang. 10-qadam. Agar pensiya noto'g'ri to'xtatilgan deb hisoblasangiz, shikoyat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limiga yozma murojaat qiling. Javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, yuridik maslahat oling. Pensiya bu odamning qonuniy haqqi bo'lishi mumkin. Shuning uchun indamay qo'ya qolaylik demang. Lekin shikoyat ham dalil bilan, hujjat bilan, xotirjam va aniq yozilishi kerak. Xulosa qilib aytaman. 1960 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlar uchun yangi tekshiruvlar qo'rqinchli jazo emas, lekin e'tiborsizlik qilsa muammo keltirishi mumkin bo'lgan jarayon. Asosiy xavf hujjatlardagi nomuvofiqlik bank kartasi muammosi. Nogironlik muddati, ishonchnoma, yashash joyi, ortiqcha to'lov va rasmiy ma'lumotlarni vaqtida yangilamaslik bilan bog'liq. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pensioner yaqinlaringizning hujjatlarini tekshiring. Bank kartasi faolmi biling. Pasport va ID ma'lumotlarini solishtiring. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Shunda tekshiruv siz uchun vahima emas, oddiy tartibga solish jarayoni bo'ladi. Agar sizning oilangizda ham pensiya kechikishi, hujjatdagi xato, bank kartasi yoki nogironlik muddati bilan bog'liq holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing.
boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki vaqtida ogohlantirilgan odam o'z haqqini ham, asabini ham, pulini ham saqlab qoladi.